Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kech payt ham ishlayapmiz. Tekshiruvimizda Mercedes. Bu mashinada 3 ta pitnovimiz bor. Zamonaviy uskunalar bizda ham bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Kalinkasida pitnosi bor. Laki tepaga tutgan. Hop, eshikning tagida va chetida pitnosi bor. Hop, qolgan joylari toza. Ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu tarafda ham kalinkasida pitnosi bor. Sal teparoq sepilgan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Qolgan joylari toza. Shu plastmassalar ham sepilgan, endi ular detalga kirmaydi. Tekshirib berayotgan Mercedes yonida Malibu turgan ekan. Egasi iltimos qildi, markani ham bir sidra ko'rib bering. Mana mashinada pitnosi bor ekan. Mashinani toza deb sotishgan ekan. Bamperlari ham sepilgan, endi detalga kirmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Любой mashinalarni tekshirib beramiz. Ish vaqtimiz 9 dan kech payt 9 gacha.